Sharqi Turkistonda tonilgan Uyg'ur korxonchilaridan Qizil To'ga biotexnika shirkatining direktori Abduvali Abdusamadning ikki qeyrindishi va shirkatning 50 xizmatchisi bilan 2018-yili tutib ketilganligi, shuningdek buyon iz derigi yo'qligi o'tirg'i chiqdi. 45 yoshlik Abduvali Abdusamadning halol mahsulot ishlab chiqarganligi, ishchilarning ish o'rnida namoz o'qishiga ruxsat qilganligi sababli tutqun qilinganligi ma'lum. Şirketning Sharqi Turkistonda 120 setish nuqtasi va 10 mingdan ortiq abonentining borligi, har yili Xitoyga zo'r miqdorda boj to'laydiganligi bildirildi. Sharqi Turkiston fidoilari Uyg'ur yetim bolalar bilan bir yerga keldi. Germaniyaning Duisburg shahriga joylashgan Sharqi Turkiston informatsion markazida ilib berilgan faoliyatda Sharqi Turkistondagi yetim bolalarning ahvollari tunishtirildi. Faoliyatda chorsizlarga chora tepish yo'llari va yetimlarga yordam berish masalasi muzokara qilindi. Sharqi Turkistonda yo'qolan bahonalar bilan yoshlarni xohlagancha tutqun qilish davomlashmoqda. Turkiston agentligining xabar qilishicha, Qashqar, Otush va Qog'ili qatorliq joylarda 26 va 33 yoshlardagi 2 Uyg'ur va 1 qozoq bilan Sharqi Turkistonda tug'ilib cho'ng bo'lgan 4 Xitoy qo'lga ilingan. Qo'lga ilinish sabablarining diniy targ'ibot qilish va cheklangan to'rlardan kitob tushirish, un va sin hujjatlari saqlash qatorliqlar ekanligi bildirildi. Amerika Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan Tibetning diniy rahbari Dalay Lamaning o'rniga keladigan kishining belgilanishida Xitoyning ta'sirini yo'qotishni talab qildi. Amerikaning xalqaro diniy erkinlik elchisi Sambaranbek Tibetning ma'naviy dohiysining kim bo'lganligiga Xitoy emas, balki Tibetlar qaror berishi lozim. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu masalaga aralashishini umid qilaman dedi. Xitoylar Tibetning asrlardan buyon Xitoyning bir qismi ekanligini jar solsa-mu, lekin Tibetlar Himalaya tog'i etikiga joylashgan bu rayonning 1950-yili Xitoy tarafidan ishg'ol qilinguncha mustaqil ekanligini ta'kidlaydi. Xitoy davlati bilan munosabati borligi gumon qilingan bir hacker guruhining Turkiyani o'z ichiga olgan 6 davlatning hukumat organlariga hujum qilib sazgur uchurlarni o'g'irlaganligi o'tirg'i chiqdi. Korxonalar bexatarlik shirkatining tahdid analiz mutaxassisi Denis Koshinoning bildirishicha, Braziliya, Turkiya, Qozog'iston, Rossiya, Hindiston va Tailandning hukumat organlariga hujum qilgan Klapso App guruhining 2016-yildan buyon aktiv faoliyatda ekanligi faraz qilinmoqda. Tekshirish natijasida hakerlarning ichki to'rida texnik ko'p ma'lumotga erishish uchun atrof to'riga hujum qilganligi va alohida bir programma qurganligi o'tirg'i chiqqan. Iroqda amonlik qismlarining poytaxt Bag'doddagi Tehron va Hiloli maydonlarida namoyishchilarga mudohala qilishi natijasida 6 kishi o'ldi. Saqchilar namoyishchilar zich to'plangan bu ikki rayonda yosh oqquzish bombasi ishiltish orqali kishilarni tarqoqlashtirishga urindi. Har ikki joydagi namoyishchilar quyuq gazdan qechib yo'l va ko'chalarga tarqaldi. Ikki taraf orasida pat-patli to'qinish yuz berdi. Sahiya doiralarining bildirishicha, saqchilarning daxil qilish jarayonida 3 kishi hayotidan ayrildi. Buning bilan Bag'doddagi namoyishda o'lgan kishi 6 ga chiqdi.